Boshqa sohalar qatori islom dinida tib sohasida ham Qur'oni Karim oyatlari va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi shariflari musulmonlar ongida ulkan burilish yasadi. Ular o'sha ta'limotlar asosida bu sohada fidokorlik ko'rsatib faoliyat olib bora boshladilar. Islom boshqa sohalar kabi tib sohasida ham musulmonlarga o'z jamiyatlari ehtiyojiga yarasha tibbiy xodimlar tayyorlashni farzi kifoya darajasiga ko'targan. Bu esa har bir jamiyatning doimo o'ziga kerakli tibbiy xodimlar tayyorlab olish o'sha jamiyatning barcha a'zolariga farzu qarzlik vazifasini yuklaydi. Agar bir jamiyat a'zolari o'zlari uchun kerakli adatdagi va sifatdagi tibbiy xodimlarni tayyorlamasalar, ularning barchalari Alloh taoloning oldida gunohga qoladilar. Shuning uchun musulmonlar jamiyatidagi har bir shaxs bu sohada o'z ulushini qo'shishga harakat qilardilar. Qadimda davlat boshlig'idan tortib oddiy fuqarogacha bu borada o'z mas'uliyatlarini his etib Alloh taoloning roziligini topishga, gunohkor bo'lib qolmaslikka uringanlar. Ana o'sha tushuncha samarasi o'laroq musulmonlar dunyoda birinchi bo'lib tibbiy xodimlar tayyorlaydigan bilim yurtlarini tashkil qilganlar. Tib sohasida amaliy soha bo'lganligi uchun musulmonlarning tibbiy bilim yurtlari ham asosan ular dunyoda birinchi bo'lib qurgan shifoxonalar huzurida bo'lardi. Germaniyalik sharqshunos Zigrid Xunki xonim bu haqda quyidagilarni yozgan. Katta shifoxonalar tib bo'yicha oliy madrasalar o'rnida edi. O'sha yerlarda talabalar ilm olardilar. Ular Burqot va Jolunis aytgan barcha gaplardan tortib o'zlarining musulmon ustozlaridan keltirgan narsalar haqida ta'lim olar edilar. Shuningdek, ular xuddi shu narsalarni jami masjidlar hovlilarida va xos tibbiy madrasalarda ham mashhur ustozlaridan tinglar edilar. Xuddi shu paytda Yevropa yurtlaridagi tolibi ilmlar monastirlarning tor hujralarida shamning yorug'ida tunlarni bedor o'tkazar edilar. Musulmonlar ilm bilan ilmiy tajribani yonma-yon qo'shib olib borishardilar. Nazariyotlar hastalarning yotog'ida tatbiq qilinar edi.